Futbol o'z vaqtida ketish haqiqiy san'at. Ko'p afsonalar faoliyatini zaif ligalarda yoki zaxirada o'tirib tugatishadi. Lekin ba'zilar mayli yoshroq, ammo chiroyli va top formada ketishadi. Bugun bizda shunaqa noodatiy mavzu, ya'niki top 5 faoliyatini cho'qqisida yakunlagan futbolchilar. Juda ham qiziq mavzu. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, like bosib, Setanta Sports O'zbekiston kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Shuhrat, tayyor bo'lsanglar boshladik. 5-o'rin Bavariya afsonasi Filip Lam. Bavariya va Germaniya terma jamoasining sardori faoliyatini o'z istagan paytida yakunladi. U shunchaki futbolchi emas, haqiqiy lider, sardor va mashina edi. So'nggi mavsumida 34 ta o'yin o'tkazdi va bitta ham sariq kartochka olmadi. Qiziq ma'lumot, butun faoliyati davomida futbolchi biror marta qizil kartochka olmagan. Butun faoliyati davomidagi uzatmalarning 91% aniq. 8 karra Germaniya chempioni, Chempionlar Ligasi g'olibi 2013-yilga. Jahon chempionati 2014-yilda uzatmalar aniqligi 91%, ya'ni jamoaning eng ishonchli o'yinchisi, plus o'sha mundial chempioni. Lam shunchaki universal edi. Ham himoya, ham yarim himoyadagi xohlagan pozitsiyada o'ynab bera olar edi. Bavariya Joshua Kimmichni Lamning o'rinbosari sifatida ko'rdi. Kimmich ham himoya, ham yarim himoyada o'ynay olgani uchun ham Bavariya Lamni yangi shartnoma bilan qiynamadi va 2017-yili futbolchi o'z istagi bo'yicha 33 yoshida futbolni tark etdi. 4-o'rin Vincent Kompany, himoya yetakchisi. Kompany eng texnik himoyachi bo'lmagan, lekin Cityni chempion qilgan haqiqiy yetakchi edi. U ham chiroyli ketdi, ham yuqori cho'qqida. So'nggi mavsumida City bilan ichki treble, APL, Angliya Kubogi, Liga Kubogi va hokazo. So'nggi mavsumida APLda haqiqiy poyga ketayotgan edi. Liverpool va Manchester City har bir uchrashuv muhim edi. Va aynan Vincent Kompanyning Leicesterga qarshi hal qiluvchi goli APL chempionligini ta'minlab bergan desak, adashmaymiz. Himoyada 74% muvaffaqiyatli to'p olib qo'yish. APL tarixidagi eng yaxshi himoyachilardan biri. Yana bir chiroyli vaziyat bu uning Citydan ketib, aynan tarbiya topgan jamoasi Anderlechtga qaytgani bo'ldi. 15 ta uchrashuv o'tkazdi. Keyinchalik murabbiy yordamchisi, keyin asosiy murabbiy paytida jamoaga pul taraflama ham yordam berdi pandemiya paytida. Va bu haqiqiy sardorning ishi. Agar kompaniya ko'p jarohatlar olmaganida, yangi markaziy himoyachi topish bilan boshimni og'ritmagan bo'lar edim, deydi Manchester City bosh murabbiyi Pep Guardiola. Va 2019-yil 33 yoshida o'z futbolchilik faoliyatini yakunlagan haqiqiy legend. 3-o'rin o'tgan mavsumgi o'yinlari bilan oltin to'pga teng o'ynagan futbolchi, lekin 34 yoshida futbolchilik faoliyatini yakunladi. Toni Kroos. Toni Kroos faoliyatini o'tgan mavsum Chempionlar Ligasini yutib berib yakunladi. Va umuman mavsumni qanday o'tkazganini siz juda yaxshi bilasiz. La Liga 2023-24-mavsumida uzatmalar aniqligi 95%. Barcha futbolchilar orasida eng yuqori ko'rsatkich. O'rtacha har bitta o'yinda Kroos 77 ta uzatma amalga oshirgan va bulardan taxminan 90-95% aniq bo'lib chiqqan. 6 karra Chempionlar Ligasi g'olibi. 2023-24-yilgi Chempionlar Ligasi hujum chizig'idagi paslar aniqligi 88%. Realga kelganidan keyin umumiy uzatmalar aniqligi 92% dan tushmagan. Bunaqa statistika ko'rsatish uchun dunyoning eng yaxshi yarim himoyachilaridan biri bo'lish kerak va Kroos shunday edi. Shunchaki jamoada Ronaldo, Benzema, Xorvatiyani finalga olib chiqqan Modric, Vini bo'lgani uchun Kroos har doim soyada o'z ishini qilib yurgan. Kroos ketgach, Real bu mavsum boshida qiynaldi va dunyoning eng yaxshi playmakeridan quruq qoldi. Toni Euro 2024 bu uning so'nggi turniri bo'lishini aytdi va uning har bir o'yinidan muxlislar lazzat olishdi. Hattoki so'nggisidan ham, yarim final Ispaniyaga qarshi. Ammo Toni keyinchalik Yevroda g'olib chiqadigan, ya'ni chempionlarga qarshi yutqazib, futbolchilik faoliyatini Euro 2024 yarim finalida 34 yoshida yakunladi. Futbolni 2010-yildan boshlab ko'rganlar uchun Kroos balki ikkinchi yoki birinchi o'rin deyishlari mumkin, lekin undan avval boshlaganlarga behurmatsizlik bo'lmasligi uchun biz ikkinchi o'ringa boshqa futbolchini qo'ydik. Zinedine Zidane. Faoliyatini yakunlash uchun jahon chempionati finaldan ham yaxshiroq ssenariy menimcha bo'lmasa kerak. Zidane Fransiyani finalga olib chiqdi. Panenka uslubida Buffonga gol urdi. Materazziga kalla qo'ydi. Qizil kartochka oldi. Hamma ishni qilib ko'rdi. Lekin aynan shu voqea uning faoliyatiga yanada afsonaviy tus berdi. Jahon chempionati 2006 ning eng yaxshi futbolchisi FIFA talqiniga ko'ra, Realdagi so'nggi mavsumida 9 ta gol, 10 ta assist. La Ligada 1998-yilgi oltin to'p sohibi. Jahon chempionati 2006-finalda paslar aniqligi 85%. 3 ta golli vaziyat yaratgan jamoaning haqiqiy yetakchisi. O'sha turnirda Zidane bitta o'zi Braziliya terma jamoasini nimalar qilib tashlaganini menimcha ko'rganlar bo'lsa kerak. Ko'rmaganlar aynan shu videodan keyin YouTube'da qidirib ko'ring va nega ba'zi bir insonlar uchun Zidane, Ronaldo va Messidan yaxshiroq, kuchliroq ekanligini tushunasiz.
Zidan shunchaki chiroyli ketgani yo'q. U butun futbol tarixida unutilmas sahna yaratdi. Hatto uning qizil kartochkasi ham tarixiy voqeaga aylandi. Bu ishi bilan oila hamma narsadan ustun ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Chiroyli xulq-atvor, haqiqiy futbol goatlardan biri. Lekin afsona 34 yoshida takrorlanmas faoliyatiga nuqta qo'ydi. Birinchi o'rin Kroos emas, Zidan emas, unda kim haqiqiy qirol bo'lish kerak deyishingiz mumkin. So'z isboti bilan. Birinchi o'rin qirol Kantana. Erik Kantana futbol tarixidagi eng sirli shaxslardan biri. 31 yoshida hali Manchester United sardori bo'lgan paytida futboldan ketishga qaror qildi va bu hammani shokka tushirdi. Manchester Unitedda 5 ta mavsumda 82 ta gol, 4 ta APL chempionligi, 95-96 mavsumda APLda 14 ta gol, 10 ta assist. MU bilan chempion. So'nggi mavsumida ham Manchester Unitedni chempion qilishga yordam berdi. Aynan uning Liverpool Newcastle'ga qarshi urgan gollari deb Manchester United chempion bo'lgan. O'zining so'nggi mavsumida 33 ta o'yinda 15 ta gol plus assist. Kantanada og'ir xarakter bo'lgan va o'zini har doim qirol deb hisoblagan. Mayli, undan intizom muammolari, ego va boshqa muammolar bo'lgan bo'lsa-da, lekin futbolni shunga yarasha ham o'ynab qo'yar edi. Xo'sh, nega unda 31 yoshida futbolchilik faoliyatini yakunlagan? Jarohatlar? Yo'q. Men o'zimga va'da bergan edim. Qachonki bu sportdan motivatsiya yo'qotsam, shunda tugataman. Xoh 20, xoh 40. 31 yoshimda futboldan qiziqishim tugadi va men faoliyatimni yakunlayman, deydi futbolchining o'zi. Futbolni tark etgach, aktyorlik va san'at bilan shug'ullangan. Lekin tan olish kerak, oxirgi gapi bilan haqiqiy qirollarcha yakunlagan. Bu futbolchilar futbolni tark etishganda yuqori darajada edilar. Yana 4-5 yil o'ynab berishlari mumkin edi, lekin o'z vaqtida ketishdi. Yana qanaqa futbolchilarni bilasizlar? Izohlarda yozib qoldiringlar. Menimcha qiziq video bo'ldi. Yoqqan bo'lsa like va kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Shuhrat bo'ldi. Setanta Sports O'zbekiston kanali. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.